Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Promotion platformasi o'quvchilari. Bugungi darsimizda Adobe After Effects uchun biza ishlatadigan kerakli pluginlarni uстановка qilish haqida gaplashamiz. Keling, birinchi navbatda BCC pluginini uстановка qilishdan boshlasak. BCC pluginni ichiga kirganimizdan so'ng bu yerda ingliz tili va rus tilida bizga instruksiya berilgan bo'ladi. Mana birinchi navbatda setup uстановка qilib, keyin uстановка qilib bo'lgandan keyin patchni uстановка qiladigan bo'lsak, уже pluginimizda muvaffaqiyatli uстановка bo'lar ekan. Hop, BCC ni ichiga kiramiz va bu yerdan setup ustiga bosib biroz kutamiz. Agarda antivirusimiz yonib bo'ladigan bo'lsa, uni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'ladi birinchi navbatda, chunki bu crack bo'lgani uchun antivirusimiz o'chirib yuborishi mumkin. I accept, next, ismimizni yozib qo'yamiz. Так. Organizatsiya o'zingizlarnikini, просто nickname'larni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Email adresiga любой email adresini ham yozib yuborsanglar bo'ladi. Phone numberga ham любой yozib, countryga ham O'zbekiston deb yozib qo'yishimiz mumkin va next bosamiz. Next va install ni bosib yuborsak, уже uстановка bo'lishni boshlaydi. Biroz kutamiz uстановка bo'lishini. Bu kattaroq plugin, что ertaga bizani ishimizni yana ham stil qo'shib berishga, did qo'shib berishga yordam beradigan pluginlardan biri ekan. Xo'p, uстановка tugagandan keyin bizda mana shunaqa joy chiqadi va biz bu yerda Complete installation without entering a license bosib, next bosamiz va finish bosamiz. Finish bosgan holatda uстановкani yakunlaymiz va antiviruslarni hammasini o'chirib qo'yganingizdan keyin patchga kirib, podробныйni bosib, ushbu tugmani bosamiz va pluginimizni crack qilamiz. Dalay, завершить. Все. Уже BCC pluginimizni After Effects'imizga muvaffaqiyatli uстановка bo'ldi. Keling endi hozir Optical Flares pluginini uстановка qilib ko'ramiz. Xo'p, bu yerda ham bizga instruksiya berilgan. Birinchi navbatda o'rnatishdan oldingi versiyalarni agar o'rnatilgan bo'lsa, uстановка qilib o'chirib tashlashimiz kerak, ya'ni deinstall qilib tashlashimiz kerak va setup bosib uстановка qilib, уже foydalansak bo'lar ekan. Xo'p, kiramiz, setupni bosamiz, подробнее, davom etishni bosamiz va uстановка bo'lishini kutamiz. Dani bosamiz bu yerdan, chiqqan joydan. Dalay va завершить. Уже uстановка bo'ldi. Orqaga qaytamiz va endi Saber uстановка qilamiz. Bu yerda ham ingliz tilida yozib qo'yilgan. Просто setup qilib foydalansak bo'lar ekan. Saber ichiga kirib setupni bosib, dalay, I agree, 2025 topdi уже, install va finish. Уже bu ham uстановка bo'ldi. Orqaga qaytamiz va endi hozir Trapcode Suite'ni uстановка qilamiz. Bu yerda ham ozgina buni uстановка qilish qiyinroq. Ko'rsatmalarimga amal qilsangiz, bemalol tezda uстановка qilsangiz bo'ladi. Birinchi navbatda mana bu yerdagi Maxon app'i uстановка qilib olishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni bu launcher hisoblanadi. Install pluginimiz ishlashi uchun pluginimiz mana shu launcher ichida ishlar ekan. Buni uстановка qilib olishimiz kerak bo'lar ekan. Hop. O'rnatganimizdan keyin mana bu yerda joy chiqadi va bu yerda o'qiymiz. Bu yerda уже uстановка qilib bo'lgandan keyin bu yerda уже chiqib ketishimiz kerak bo'lar ekan. Close va mana bu yerdan уже Trapcode Suite installerni bosib uстановка qilishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, eslatib o'taman, buni uстановка qilayotgan paytingizda After Effects bilan Premiere Pro'ga kirmagan bo'lishingiz kerak. Kirmagan holatingizda faqatgina uстановка bo'ladi. Agar kirib qo'ygan bo'lsangiz, uстановка bo'lmaydi, ishlamaydi. Shuning uchun After Effects bilan Premiere Pro'ni yopib ishlatish kerak. Xo'p, buni ham kutamiz. Uстановка bo'ldi. Close bosamiz va endi uстановка bo'lgandan keyin
Maxonning ichiga kirib bu ko'rsatmalarni qaytarish kerak ekan. Birinchi navbatda bu yerdan akkaunt yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Men akkauntimga kirib oldim va bu yerdan mana Trapcode Suite turibdi. Boyagi bloknotga kirib, yana bloknotda aytilishi bo'yicha biz mana bu yerdagi SN ichiga kirib, любой bitta nimani kodni ключевой kodni kopировать qilib olgan holatda bu yerni bosib, 3 ta nuqtani va import serial numbers ichiga kiramiz va manually enter a serial number va boyagi kopировать qilganimizni qo'yamiz va register product va muvaffaqiyatli successfully registratsiya bo'ladi va OK ni bosib bu yerdan chiqib ketishimiz mumkin va hozir bizda Trapcode уже mana hamma pluginlari bizda ishlayapti. Particular, Mir, Lux, Horizon, Form, xullas Trapcode pulli pluginni biz hozir mutlaqo endi bepulga ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi oxirgi pluginlarimizdan biri bu Element3D. Element3D ni ichiga kiramiz va bu yerda установочный faylni ochib, tak, birinchi bo'lib setupni administrator faylidan ochib olishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni bu yerdan mishkani o'ng tomonini bosib, показать дополнительные параметры ustiga bosib, запуск от administratora bosib olishimiz kerak bo'ladi va dani bosamiz. Xo'p. Va next, I accept. Customni ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Tam aynan qayerga tushayotganini Adobe program files ga kiramiz. Bu yerdan mana Sun ichiga kirib, program files ichiga kirib, Adobe ichiga kiramiz va Adobe dan After Effects 2025 ni tanlab qo'yamiz. Next va uстановка boshlanadi. Uстановка bo'ldi. Endi ikkinchisi update ni administrator nomidan ochib olishimiz kerak bo'lar ekan. Buni ham boyaga harakat takrorlaymiz. Xo'p, уже ochildi. Next, I accept. 2025 už turibdi. Next, finish. Endi открыть pap element hotfix, skopировать fayl оттуда. Xo'p, endi qiladigan ishimiz element hotfix ichiga kirib, mana bu yerdagi elementni mana bu yerdagi joylashuv asosida qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni C-diskga kirganimizdan keyin program filesga kiramiz, Adobe ga kiramiz, Adobe dan уже After Effects 2025 o'zingizlarning versiyalarni tanlaysizlar va support filesga kirib, pastroq tushib, pluginsga kirib, pluginsdan video compilerga kirib, mana bu yerdagi elementni zamena qilib qo'yamiz buni o'rniga. Заменить, продолжить va zamena bo'ladi. Va endi After Effects ga kirib tekshirib ko'ramiz. Xo'p, After Effects ga kirdim. Bitta kompozitsiya ochaman. Solid bilan va endi mana bu yerdan elementni qidiraman. Elementni Solid ustiga tashiyman va уже bu yerda mendan litsenziya so'rayapti. Bu yerdan install litsenziya faylini ruchnoy qilaman va bu yerda imminni o'sha boyagi video compilerchidagi element hotfixdagi litsenziyani kiritib qo'yaman va уже muvaffaqiyatli menda Element3D uстановка bo'ladi. Bemalol ichiga kirib, mana programma ichidagi programma, buni keyingi darslarimizda batafsil ko'rib chiqamiz. Уже hammasi joy-joyida уже ishlayapti. Вот. Element3D'imiz muvaffaqiyatli ishladi. Xo'p, endi boyagi BCC o'rnatilganmi yo'qmi uni ham tekshirib ko'ramiz. BCC deb qidiramiz. Mana bu BCC ni hamma pluginlari уже установка bo'libdi. Любойni tashab bemalol ishlatib foydalanib ketishimiz mumkin bo'ladi уже. Xo'p, boya Saberni ham установка qildim. Saber ichiga kirsam ham mana Saberim ham уже установка bo'lgan, ishlab turibdi.